Dietologlar hamchi jonga tegdi. Erimni ayni tushyapti. Chiqib olib, oz deyishadi. Qatdan ozaman. Ozish uchun oshqozonni kestirish kerak. Qimmat dorilar kerak. Men 4 ta tug'ganman. 4 ta bola emizganman. Erim uchun уже bu normal holat. Meni semizligimcha sevadi erim. Semizligimcha qabul qilgan. Shuning uchun ham ozishim shart emas. O'zi ozib nima qildim? Erga teg bo'lgan bo'lsam, erga tegarimdim endi ozib. Mana shu internetda dietolog, psixologlar chiqibchi, o'zi erkaklar aynib ketyapti. Erim oylik olganda sahrimni dorisini olib berishi, semizligimdan oyog'im og'riydi. Oyoqlarimni og'rig'ini dorisini olib berishga majbur. Chunki u meni erim. Semiz holatimda sevishga majbur. Men erim uchun umuman ozmayman. Shundoqligimcha sevsin. Keyin xotinim semirib ketdi deb ayniydigan erkaklar mana shu internetda dietolog bilan ko'rib ayniyapti. Semiz inson kasal bo'ladi deyishadi. Nima endi bitta sahrim borligi kasallik emas u. Erim sevsa, shu semizligimcha sevsin. Shundoq ham chiroyliman, 100 kilo bo'lsam. Keyin agar men turib boshqalarga qaraydigan bo'lsa, shunaqangi janjalni boshlayman. Kim ko'hli, dombo ko'hli baribir. Semiz bo'lsam ham chiroyliman. Semizligingiz o'zingiz uchun ham, eringiz uchun ham normal holat emas. Ayolmi, erkakmi, birinchi navbatda u sog'lig'i uchun ozadi. Sog'lom bo'lgan insonning ruhiyati ham sog'lom bo'ladi va sog'lom fikrlashni boshlaydi. Avvalambor o'zingizni seving, o'zingizni hurmat qiling, o'zini sevgan ayollar eri ham sevishni boshlaydi. Hozir hayotim 180 gradusga o'zgarib ketdi. Sizga ham hali kecha emas hayotingizni o'zgartirishga ozganingizdan keyin oilaviy munosabatlarda ham ancha-muncha o'zgarishlarni his qilishni boshlaysiz. Ayniqsa, eringizdan keladigan gullar va sovg'alar mayli, sovg'a bermasa ham onasi yana ham yosharib, chiroyli bo'lib ketibsan degan gaplarni o'zi sizga yetib ortadi.